Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev o'rtoqlar. Yaxshimisizlar? Bugun yana bitta zo'r xushxabar bilan sizlarni e'tiboringizga chiqyapmiz do'stlar. Toshkentdan G'uzorga keldik. Ya'ni Qashqadaryo G'uzor degan qishlog'iga tashrif buyurdik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni nimaga desanglar, bugun G'uzor rayonida bitta zo'r xushxabar bo'lgan. Ya'ni bizani batlarimizni iste'mol qilib 6 oy davomida juda ham zo'r ko'rsatishga erishgan bir opamizlar taklif qildilar uylariga. Ya'ni Toshkentdan kelib topdik, mahallalarini o'zlari bilan yuz ko'rishdik, doktor qog'ozlari bilan bizani batlarimizni ichib qanaqa natija olganlarini sizlarga yetkazib bermoqchimiz. Motivatsiya bo'lsin, buni ichib turgan bemorlarimizga yana ham kuch-quvvat bo'lsin, umid uyg'onsin degan maqsadda ham Telegram gruppamizga, ham YouTube uchun, ham Instagram uchun video qilyapmiz. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Qayerdansiz? Nechinchi yilsiz? Marhamat. Assalomu alaykum guruhdoshlar. Men Qashqadaryodan G'uzor rayonining Sobiq qishlog'idanman. 74-yilman. Nima kasallik sizni bezovta qilgan? Bizani mahsulotlarimizni ichishga nima kasal sizni sabab bo'ldi? Jigarimda bez paydo bo'ldi. Ya'ni o'sha jigaringizda bez paydo bo'ldi. Buni qayerdan aniqladingiz? Buni apparatlarda chiqqandan keyin Qarshiga borib onkologiyaga murojaat qildim. Ular haqiqatan bez bor, onkologический bez bor deb biopsiya qilishdi. Keyin Bu nechinchi yil bo'lyapti bu voqea? 23-yil noyabrda aniqlandi. Keyin biopsiya qildirdim. Biopsiya juda og'ir o'tdi. Dorilarni menga mumkin emas dedi, ximiya ham mumkin emas, dorilar ham mumkin emas, ko'tarolmaysan deyishdi. Sabab nimaga? Sabab gepatitim ham bor. Shu sababdan keyin menga onkologiya 3 kun muhlat berdi. Agar 3 oydan shu 3 kundan o'tsa, bir 3 oy yashaydi, ko'ngliga qarab turinglar deyishdi. U bilan uydagilar, xo'jayinim, farzandlarim Samarqandga, Toshkentga olib borib apparatlarga ko'rsatishdi, vrachlarga, doktorlarga. Haqiqatan ham saratonmi deb aniqlashga harakat qildik. Bu saratonni o'sayotgani emas, shunchaki kistaga o'xshayotgan katta bez ekan, 9 santimetrlik bez edi. Haqiqatan ham borligini aniq bilib Toshkentdan xafa bo'lib qaytib keldik. Qarshidan bir bolani telefonidan sizni topib oldi. YouTube'dan ko'rgansizlar. YouTube'dan ko'rsatibdi, mana shunday bo'ldi deb tavsiya qildingiz. Keyin batlardan ichishni boshladim avvaliga. Mana shu batlarimizdan Shunday. qaysi birisini ichdingiz? Mana bu askorkumin, antivir, aslidoksifin, darmoncha qaysinisidan ichdingiz qani? Boshida askorkumin ichdim, keyin antivir ichdim, o'rtada bir chachib qolganimga darmoncha ham ichdim. Keyin bu ancha quvvatlantirdi. Bu Kompleksni qilibsiz-da, ham askorkumin, ham antivir choy, ham darmon choy. Shunday. To'g'ri kombinatsiya bo'lgan ekan. Endi men hozir ancha bo'libdi, bunga eslolmayman. To'g'ri, jigarda bo'lsa, gepatit bo'lsa, o'simtaga bo'lsa, do'stlar, ichayotganingizga ma'lumot. Yana qo'shimcha askorkumin, darmon choyi bu haqiqatda juda ham zo'r kombinatsiya va antivir choy, aslidoksifillar juda ham zo'r kombinatsiya. Biologik faol oziq-ovqat qo'shimchalari, ya'ni hozir mana ko'rsatib qo'ying yangi obunachilar uchun. Mana biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasi, ya'ni bat dori vositasi hisoblanmaydi. Tabiiy narsalar. Mana darmon choyiga mana instruksiyalari hammasi chiqadi. Professor Rustamjon Nuriddinov olimlar tarafdan mana shu mahsulotlar ixtiro qilingan do'stlar. Sog'lom odam saraton profilaktikasi uchun ichadi. Sog'lomligi ham mumkin. Umuman mutlaq bezyon. Kasal odamlar o'sha kimyoterapiya oladimi, nurtil farqi yo'q. Nima kasal bo'lsa qat'iy nazar yonma-yon kompleksga qo'shib qo'ysa juda ham zo'r effekt, yana ham tezlashadi. Shunday. Mana o'zlari boshlaridan o'tkazdilar, ham yengil bo'lasizlar, quvvatga kirib ishtahala, mana ko'p bemorlarimizni yuqoridagi videoni ko'rsanglar, zo'r kombinatsiya bo'lgan, ya'ni. Mana shu ekrandagi nomerlarga e'tiborliroq bo'linglar. Shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, yetkazib beramiz. Ana opamlarga ham shu ekrandagi nomerlardan, ya'ni yoki mendan olsanglar, xudo xolisa yetkazib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha xohlagan viloyatingizga shu batlarimizni yetkazib beramiz. Keyin uni qanaqa ichiladi, necha mahal ichiladi, nima mumkin, parhezdan o'shalarni hammasini tashlab beramiz. Lichinanglar bilan yonma-yon ketaverasizlar. Xo'p, opa, bu narsani sizda aniqlangandan keyin nima deyishdi? Ya'ni bu hozir
Bu biopsiya. Biopsiyaniki, to'g'rimi? Biopsiya. Ha, xo'p. Keyin Millimetrlari qayerda buni? Mana hamma doktor qog'ozlari yonma-yon yuradi opa bilan. Mana shu millimetrlari, to'g'rimi? shunday. Ha, tushunarli. Ya'ni keyin kechiga qog'oz bilan, misol uchun kechiga mana chislolari turibdi joyida. Kechagi kunda o'zimda bir tekshirtirib kelay deb apparatlarga bordim. Alfamitga bordim. Ular faqat jigaringizda ozroq suv bor, qotishish bor dedi. Keyin men yaxshilab qarang dedim. U kishilar nima qidiryapmiz opa deyishdi. Mana shunday 9 santimetrlik bez bor edi dedim. Ular boshqatdan ko'rishdi. Uni topolmadi. Bez topish olmadimi? Yo'q. Ya'ni necha oy oldingi bez u? 6 oymi? Qancha? 6 oy shu. 6 oy oldingi aniqlangan bezingizni bugungi kunda topish olmadi. Faqat o'sha jigaringizdagi ozgina suyuqlik bor. Suyuqlik bor, keyin qotishish bor. Keyin apparatchiga ishonmay diagnostikaga bordim. Diagnostikaga ham apparatga tushdim. U kishiga ham aytdim. Yaxshilab ko'ring dedim. Yaxshilab ko'rishdi. Qotgan dedi. Ular ham faqat suvni miqdorini aniqlashdi, lekin bezni topolmadi. Men mana shunday 5,5 hozir shu 3 oy 4 oyda ichida 5,5 santimetr bo'lib qolgan. Shuni bir qarang dedim. Yo'q dedi. Faqat qotishgan joyi dedi bor dedi. Lekin bez yo'q dedi. Bezni topish olmadi. Keyin qaysi segmentda edi men aytdim. Ikkinchi segment bilan uchinchi segmentni orasida ular shunday deyilar ekanda, jigar 4 ta segmentga bo'linar ekan. Orasida edi dedim. Yo'q dedi. Keyin Qarshiga infeksionniy больницаga keldim. Bo'lim boshlig'iga hamma holatimni tushuntirdim. U kishini o'zlari kirgizib apparatga tushirdi. Yo'q opa, haqiqatan bez yo'q. Sizda faqat shu jigardagi qotishish bilan ozroq suv bor dedi. Muhimi, shunday 6 oy oldingi topilgan bez, 6 oydan keyin, ya'ni mana shu yana qo'shimcha lichinalar ham qildingizmi? Faqat shu batlarni o'zini ichdingizmi? Batlarni ichdim, faqat jigarim uchun oziqlantiruvchi, kuchlantiruvchi olib turdim. Uni doktorlar yozib bergan. Uni doktorlar yozib bergan. Tushunarli. Yonma-yon demak kompleks. Mana shu askurkumin, antivir hammasini qo'shimcha qilib kompleks qilib ichdingiz, to'g'rimi? Shunday. Yaxshi, xursandmiz. Davom eting. Xudo xolasa parhezni buzib qo'ymang. Doktorlarni ham aytganini qilib, mayli nima lichina qilsa, ularnikini ham qilavering. Hali jigaringizda ozgina suv borishi, uni lichinasi yaxshilab qiling-da. Lekin kompleksda albatta mana shu darmon choyi to'xtatmang. Bu sizga shaxsan bizning nomimizdan hadiya. Ya'ni sizga hozir eng kerakligi shu. Biz hech qachon bemorlar oldiga qurib bormaymiz. Sizga eng kerakligi hozir birinchi o'rinda darmon choy, chunki jigaringizda muammo bor. Xo'p, ikkinchisi mana askurkumin bilan kombinatsiya qiling. Bu ham rak profilaktikasi uchun, ya'ni jigar tozalovchi, virus o'ldiruvchi, immunitet ko'taruvchi va hokazo. Buni orqasida mana juda ham ko'p nimalar yozilgan. Kerak bo'lsa Telegramdan yozing, tashlab beramiz. Uni o'qib chiqsangiz ham bo'ladi. Juda ham foydasi ko'p. Professor Rustam Nuriddinov mahsulotlari juda ham zo'r. 5 yildan beri bor. Mana o'zlari ham ichdilar. Endi chala tashab qo'ymasdan Rustam Nuriddinov nomlaridan sizga mana buni va bunga yordamchi mana antivir choyni qo'shamiz. Bu ham viruslar profilaktikasida o'sha ozgina gepatit nimalaringiz bor, to'g'rimi? Shunday. Ya'ni darmon choy, bu antivir choy, askurkumin kapsulalari bilan juda ham zo'r kombinatsiya bo'ladi. Mayli yonma-yon doktorlarning lichinasida ham olib boravering. Birgalikda bo'lsa juda ham maksimalni yondoshgan bo'lasizlar do'stlar. Sizlarga ham shu tavsiya. Buni tashab, uni tashab, unaqa narsa yo'q. Buni ham qilaveringlar. Nimaiki foydasi bo'lsa, o'shani payida bo'laveringlar do'stlar. 100% tabiiy. Marhamat, sizga ham taqdim qilamiz. Xo'p. Va mana qo'shimchasiga yana Aslidaksifin, yana Rustam Nuriddinov nomlaridan o'zlari ham ko'rib turibdilar. Sizga hadiya. Rahmat. Endi professorimizga bir og'iz tashakkuringizni izhor qilib qo'ysangiz, ko'rib turibdilar sizda. Assalomu alaykum. Allohim avvalam shifo bersin. Shu narsani yaratganingiz uchun katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Nima bo'lsa ham bizdek shunday qiynalganlarga yordam berganingiz uchun faqat sizni duo qilyapman Jamolxon bilan. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hammaga kim ko'rib turgan bo'lsa, do'stlar, hammaga shifo bersin. Yaxshimi u, yomonmi, chet ellikmi, o'zimizning fuqaro farqi yo'q.
kasal bo'lmasin. Mana shu Shunday. mahsulotlardan yetkazib beramiz do'stlar. Aloqaga chiqinglar. Doktorlar ham aytganini qilinglar. Samostoятельный o'z boshimchaligi bilan hech narsa qilmanglar. Xo'pmi? Shunday. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar, maslahat ham beramiz, yetkazib ham beramiz. Ichilish tartiblari va hamma instruksiyalarni ham tashlab beramiz. Siz opa buni davom eting. Lichiylari o'rtasiga kelib qolgansiz. Shunday. Zo'r ketyapsiz. Bu yoqga to'xtatib qo'ymang, Yo'q, davom yo'q, ettiring. Men o'zim qachon to'xtatishingizni o'zim aytaman. Mayli. Keyingi xulosalaringizni tashlab berganingizda aytaman men sizga. Bo'ldi opa. Endi bu yoqga o'zingiz ehtiyot qilsangiz bo'ldi. Bugun yo'llanma olib kelganman Qarshiga. Bir 10 kun yotib suv bilan jigarimni davolatib kelmoqchiman. Shuni oxirgi xulosasini tashlayman. Inshaalloh gruppamizga Ha, shunday. tabriklayman. Rahmat. Yaxshi to'ylar Sizga qiling. ham rahmat. Yaxshi to'ylarda ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev G'uzordan, Qashqadaryodan chiroyli qilib video qildik. Oddiy video bo'ldi, oddiy jaydari video bo'ladi bizning kanalda. Eng zo'r natijalarni bizning kanalda kutib qolinglar. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev. Rahmat.